Bizni bobolarimiz, tog'alarimiz hammalari shu do'konda bo'z to'qiydilar ekan, karboz to'qiydilar ekan. Men shu hunarlarni yoshligimda eshitib borardim. Yoshlarga, qizlarga, nevaralarimga, qizlarimga hammasiga men adras to'qishni o'rgatdim. Do'konlarni, hattoki o'g'il bola ekta nabiralarim ham to'qiy oladi. Ular ham hozir mahallamizda qizlar, yoshlar, uyda o'tirgan bekorchilar, nechta, ikkita, uchta guruhlar tashkil qildim. Shu adras to'qish uchun. Men ham bir orqamda iz qoldira olaman ekan. Men bir uyda o'tirgan bir chekka qishloqda yashar edim. Mana Xudoga shukr, hunarim orqali men shunchalik tanilib boryapman. Shogirdlarim ko'p albatta. Bu shogirdlarim bir hunarlik bo'lsa, ro'zg'orida, kelajakda bularga hayotida kerakli bir hunar o'rgatganligim uchun, ular shu kasbni o'zlashtirganligi uchun men xursandman.